Abdulla Qahhor. Anor. Hikoya. Uylar to'la non, och-nahorim bolam, ariqlar to'la suv, tashnai zorim bolam. O'tmishdan. Turobjon eshikdan hovliqib kirar ekan, qalami yaktagining yengi zulfinga ilinib, tirsakkacha yirtildi. Uning shashti qaytdi. Jo'xori tutayotgan xotini uning qo'lidagi tugunchani ko'rib, keli sopini kelinning ustiga qo'ya chopdi. Keli lapanglab ag'anadi. Chala tuyulgan jo'xori yerga to'kildi. Turobjon tugunchani orqasiga berkitib tegishdi. Akajon degin. Akajon, jon aka, nima berasan? Umrimning yarmini beraman. Turobjon tugunchani berdi. Xotini shu yerning o'zida eshik oldida o'tirib tugunchani ochdi. Birdan bo'shashib ketdi va sekin boshini ko'tarib eriga qaradi. O'z qilmishiga gertayib turgan Turobjon uning ko'zini jiqqa yosh ko'rib, nima ekanini bildingmi? Dedi. Asalarining uyasi, turgan bitgani asal. Mana, siqsang asal oqadi. Bunisi oq mum, harom emas, shimsa ham bo'ladi, chaynasa ham bo'ladi. Xotin yengini tishlab, bir nuqtaga qaraganicha qoldi. Yo qudratingdan ishonmaydi-ya, dedi Turobjon keltirgan matoyini titkilab. Mana chaynab ko'rgin, bo'lmasa indan keyin degin. Turobjon qizardi. U bir zamon betob o'rtog'ini yo'qlab eltgan tarvuzini bemaza chiqqan bo'lsa kerak, sigirning oxurida ko'rib, shunday xijolat bo'lgan edi. Hovli yuzida aylanib yurgan oqsoq mushuk to'kilgan jo'xorini iskab ko'rdi. Ma'qul bo'lmadi shekilli. Turobjonga qarab shikoyatomuz miyov dedi. Tur, jo'xoringga qara, uni ko'r, mushuk tegdi. Xotin turayotib baralla yig'lab yubordi. Bu yer yutkur qanday balo ekan. Odamlarday glutaga, tuzga, kesakka boshqorong'i bo'lsamchi. Turobjon do'ppisini boshidan oldi va qoqmoqchi bo'lganida ko'zi yirtiq yengiga tushdi. Yuragi achidi. Endi 3-4 suv yuvilgan yangigina yaktak edi. Axir boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi, dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. Anor, bir qadoq anor falon pul bo'lsa, saharmardondan suv tashib, o'tin yorib, o't yoqib, bir oyda oladigan 18 tanga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa, er-xotin tek qolishdi. Xotin jo'xorini tuyib bo'ldi. Uni kelidan tog'orachaga solayotib, to'ng'illadi. Havasga anor yeydi deysiz shekilli. Bilaman, axir nima qilay? Xo'jayinimni o'ldirib pulini olaymi? O'zimni hindiga garov qo'yaymi? G'alatimisan o'zing? Xotin ovqatga undadi. Erining boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi degani unga juda alam qildi. Xo'rligi keldi, o'pkasi to'ldi. Ovqat pishdi. Qozonning zangi chiqib, qoraygan go'jaga qatiq ham rang kirgizolmadi. Turobjon 2 kosa ichdi. Xotini esa hanuz bir kosani yarimlatolmas edi. Uning ikkilanishini ko'rib, Turobjonning ko'ziga negadir oqsoq mushuk ko'rindi. Mushuk yirtilgan yengini esiga tushirdi. Avzoyi buzildi. Uning avzoyidan essiz jo'xori, qatiq, o'tin degan ma'noni anglab, xotin ko'ngli tortmasligiga qaramasdan kosani bo'shatdi. Ammo darhol tom orqasiga o'tib, ko'zlari qizargan, chakka tomirlari chiqqan holda qaytdi. Hali tug'ilmagan bolani yer yutkur deding-a, dedi Turobjon borgan sayin tutaqib. Xotin indamay dasturxonni yig'ishtirib oldi. Qozonga suv quyayotib, eshitilar-eshitilmasdan dedi. O'sha asalning puliga anor ham berar edi, dedi Turobjon zaharxanda qilib. Anor olmay asal oldim. Albatta berar edi. Albatta anor olmay asal olgansiz. Mana shunday vaqtlarda til qotib, og'izda aylanmay qoladi. Mabodo aylansa, mushning xizmatini qiladi. Ajab qildim, dedi Turobjon titrab. Jigarlaring ezilib ketsin. Bu so'z unga qanday ta'sir qilganini faqat boshqorong'i xotinigina biladi. Turobjon bu gapni aytdi-yu, xotinining ahvolini ko'rib achchig'idan tushdi. Agar izzat nafs qo'ysa, hozir borib uning boshini silar va "Qo'y, xafa bo'lma, jahl ustida aytdim" der edi. Kishining yuragini qon qilib yuborasan, dedi anchadan keyin. Nainki men asal olsam. Asal otliqqa yo'q, hali biz piyoda-ku. Xo'jayinga bir oshnasi sovg'a qilib kelgan ekan. Bildirmasdan o'zidan so'rab ozrog'ini oldim. O'zi berdi. Tansiq narsa, xursand bo'larmikinsan debman. Yo tansiq emasmi? Umringda necha marta asal yegansan? O'zim umrimda bir marta yeganman.
Shokirxo'ja qandolatchi asal qiyom qildirayotganda qozoniga ammamning jo'jasi tushib ketgandi. Shu jo'jani yalaganman. Turobjonning bu so'zlari xotinining qulog'iga notayin bir g'o'ldirash bo'lib kirar edi. Uning Turobjon bilan uy qilganiga 3 yil bo'lib kelayotir. Nazarida bu odam shu 3 yildan beri g'o'ldirab kelgan. Hozirgisi shuning davomiday edi. Ittifoqo, bu kun nima bo'ldi-yu 3 so'zni ravshanroq aytdi. Jigarlaring ezilib ketsin dedi. Olamda uning suyangani eri, birdan bir orzusi Anor edi. Birdaniga har ikkalasi ham yo'qqa chiqdi. Xotin uyga kirib ketdi. Anchadan keyin darchadan xira shu'la tushdi. Turobjon ham kirdi. Xotin darcha yonida bir tizzasiga boshini qo'ygan, qoramtir, kulrang osmonga qarab o'tirar edi. Turobjon tikka turib qoldi. Tokchadagi 5-chiroq pixillab yonar, uning atrofida katta bir parvona aylanar edi. Turobjon ham darcha yoniga o'tirdi. Shiftning qayeridir qirs etdi. Qayerdadir kaltakesak chirilladi. Turobjonning qulog'i jing'illadi. U ham osmonga, xira yulduzlarga qaradi. Masjiddagi keksa baqaterak orqasidan ko'tarilgan qizg'ish o't ko'kka olovli iz qoldirib, juda yuqoriladi va go'yo osmonga urilganday chilparchin bo'lib pop etdi. Mushak, dedi Turobjon, Mullajon qozining bog'ida, Mullajon qozi beshik to'yi qilgan. Xotin indamadi. Shahardan to'ralar ham chiqqan, dedi Turobjon yana. Xotin yana indamadi. U Mullajon qozining bog'ini ko'rgan emas, ammo ta'rifini eshitgan. Bu bog'ni ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Bog' emas, anorzor. Anor daraxtlarida anor shig'il, choynakday bo'lib osilib yotibdi. Bitta mushuk 3 miri, dedi Turobjon. 100 ta mushuk otilsa, 1 tangadan 100 tanga, 1 miridan kam 75 tanga bo'ladi. Er-xotin uzoq jim qolishdi. Turobjon og'zini katta ochib ham esnadi, ham uf tortdi. Ma, buni tik, dedi u yaktagini yechib. Ma. Xotin yaktakni olib yoniga qo'ydi. Aftidan hozir tikmoqchi emas edi. Bo'l, dedi Turobjon birpasdan keyin. Ol. Senga aytyapman. Ha, muncha. Turtmasdan gapira bering, tikib qo'yarman, muncha qistov. Turobjonning tepa sochi tikka bo'ldi. Hay, sening dimoq fig'oning kimga? Xo'sh, nima deysan? Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo'yarman. Har narsaga ro'zg'or achchiq bo'la bersa, qiyinroq bo'lar, dedi Turobjon yaktagini kiyayotib. Kambag'alchilik o'lsin. Xotin bu gapni shikoyat tarzida aytdi. Ammo Turobjon buni ta'na deb tushundi. Nima, men seni olganimda kambag'alligimni yashirganmidim? Erkaboyga o'xshab chimildiqqa birovning to'ni, kavush mahsisini kiyib kirganmidim? Bunday armoning bo'lsa, hali ham serpulroq odamga teg. 2 anor uchun xotiningizni serpul odamga oshirgani uyaling. Bu gap Turobjonning hamiyatiga tegdi. Jigarlaring ezilib ketsin degani xotiniga qancha alam qilgan bo'lsa, bu gap Turobjonga shuncha alam qildi. Hoy, anor olib bermadimmi? Dedi Turobjon mayin tovush bilan. Ammo bu mayin tovushdan qo'rquvlik edi. Sira anor olib kelmadimmi? Yo'q, dedi xotini birdan boshini burib. Turobjonning boshi g'ovlab, ko'zi tindi. O'tgan bozor kuni yegan anoringni o'ynashing olib kelganmidi? O'ynashim olib kelgan edi. Turobjon bilolmay qoldi. Xotinining yelkasiga tepib, so'ngra o'rnidan turdimi, yo turib keyin tepdimi, o'zini obrezning oldida ko'rdi. Xotin rangi oppoq, ko'zlarini katta-katta ochib unga vahimali nazar bilan qarar va boshini chayqab pichirlar edi. Qo'ying. Turobjon uydan chiqib ketdi. Birpasdan keyin ko'cha eshigi ochilib yopildi. Xotin uzoq yig'ladi. Eriga qattiq gapirganiga pushaymon bo'ldi. O'zini qarg'adi, o'lim tiladi. Yig'idan tolib tashqariga chiqdi. Qorong'u, uzoq yaqinda itlar hurar edi. Ko'cha eshigini ochib, u yoq bu yoqqa qaradi. Jimjit, guzar tomonda faqat bitta chiroq miltirar edi. Samovarlar yotgan, qaytib uyga kirdi. Tom orqasida xo'roz qanot qoqib qichqirdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi. Bir nechasi obrezga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib, xotin qo'rqib ketdi. Bu qadar oqargan. Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotini yugurib oldiga keldi
va yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Qayoqqa bordingiz?" dedi entikib. "Nima qildingiz?" Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titrar edi.